Juda sovuq-ku do'stlar. Salom do'stlar, salom obunachilar. Sizlar bilan men Zekir. Do'stlar, bizda yangi yil bo'ldi. Bizda anomal sovuq keldi do'stlar. Hozir biz sanduqdan narsalarimizni olib va kiyinib olib огородimizga qarashimiz kerak do'stlar. Mana do'stlar, uyimni ko'rishingiz mumkin. Yangi qurdim do'stlar. Hop, tashqariga chiqaylik-chi. Огородimizga qarashimiz kerak. Chunki u muzlab qolgan do'stlar. Anomal sovuq boshlandi. Endi biz hosillarni terib olib yana boshqatdan ekishimiz kerak. Ana suv ham muzlab qolibdi. Mana do'stlar, oxirgisi mana ekib bo'ldim. Endi nariyoqdagi огородimizga ham qarashimiz kerak. O, qishloq-ku do'stlar. Yoniga boraylik-chi. Do'stlar, men nimaga meni chaqiryapti ekana? Yoniga boraylik-chi. Mana do'stlar, menga mer ham bunker qur dedi. Endi bu bunkerni qurishimiz kerak biz. Skladda hamma narsa bor do'stlar. Hozir sizlarga uyimga borib bir narsani ko'rsatib olay. Keyin skladdan narsalarni olib bunkerni qurishga kirishamiz. Mana hozir verstakdagida do'stlar, meni maxfiy yo'lim chiqadi do'stlar. Mana verstakni bu yerga qo'yib qo'yamiz. Mana do'stlar, meni maxfiy yo'lim bu yerdan qishloqni o'rtasidan chiqsa bo'ladi. Bu yo'ldan yurib qish bo'lganligi uchun men bu yo'lni qurganman. Mana do'stlar, daraxt tagidan chiqib keladi. Endi biz mer aytgan bunkerni qurishimiz kerak. Mana sklad do'stlar. Biz skladdan narsalarni olishimiz kerak. Dashing through the snow in a one-horse open
Do'stlar, endi biz bunkerga bir joy topishimiz kerak. Xo'p, bunkerga mana shu joy to'g'ri keladi do'stlar. Mana shu joydan qurishni boshlaymiz. Men hozir uyga borib resurslarimni olib kelishim kerak. Maxfiy yo'lim qaniydi? Mana ekan do'stlar. Hozir shu yerdan borib narsamizni olib kelamiz. Biz sondukdan narsalarimizni olamiz. Mana bu yerda ham meni yashirin sondukim bor. Hozir biz narsalarni olamiz va bunker qurishga kirishamiz. Do'stlar, mana narsalarimizni ham oldik. Endi yo'lga tushsak ham bo'ladi. Birinchi mana bu yerni yopib qo'yamiz. Qishloqilar topib olmasligi uchun. Hop, menda qilich bor ekan. Endi esa yo'lga shaylanamiz. Mana endi mana bu yerdan kovlashimiz mumkin. Bu yerdan bunker eshiklari qilamiz do'stlar. Mana bunday kovlaymiz yana. Ikkita zina bo'ladi do'stlar. Do'stlar, endi bu yerni bunker qilib qurib bo'lganimda efirni va videoni yoqaman do'stlar. Mana do'stlar, ko'rishingiz mumkinki bunkerimiz tayyor. Mana do'stlar, 3 qavat bo'lgan poxol, lava va taxta bo'lgan oxirida. Bu yerdan sovuq umuman o'tolmaydi do'stlar. Mana ko'rishingiz mumkin, bu yer ham 3 ta qatlamdan iborat bo'lgan. Mana bizga o'zi bo'ron kirib kelishni boshlabdi. Qishloqilarni chaqirishim kerak tezroq. Mana do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Hozir men endi kravatlarni olib qo'yib chiqishim kerak. Eshiklarni qo'yishim kerak birinchi. Hop, bu yerga eshiklarni qo'yaman.
Mana do'stlar, qishloqlarni ham kirgizib oldik mana. Qishloqlar tashqarida mana. Pechkada isinishyapti do'stlar. Mana janob mer ham shu yerda. Zakar, sen bunkerni zo'r quribsan. Rahmat janob mer. Mana eshiklar ham 3 qatlamdan iborat. Do'stlar, kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing.